110, 120, 130 otishli traktorlar uchun Navesniy tipga ega bo'lgan diskli baronalarimiz kelgan, sotuvda mavjud. Polshaning Akbil zavodida tegishli bo'lgan Gepard 3 metrli diskli baronasi ekan, mana ko'rishingiz mumkin. 2026-yil yangi 1 tonna 300 kilogramm og'irligi. Bemalol TD5, 1025, 1221 traktorlar uchun ajoyib variant bo'lgan diskli baronamiz. Disklarni diametrini ko'rishingiz mumkin. 56 razmerli lagan, ikki qator lagandan iborat bo'ladi. Xo'p, mana ikkinchi qatorni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bunisini qo'shimcha yana pastga tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Katogini qaranglar buni. Ajoyib. Katogdan qo'yilgan. Buni mana bu zo'r fishkasi bor. Katogini diskka uzoqroq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu yerni yechib olasizlar. Mana uni ortiga sinchitib, buni qo'ysanglar, katog yana ham uzoqroqda yuradi. Yana bitta varianti, bunga zernovoy selka yoki bo'lmasa oddiy paxta selkasini ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Birinchi diskka uradi, orqasidan selkada ekib kela oladi. Mana uni maxsus o'zini joylari bor. Mana shu joylarga shuni ulab diskani ketidan selkani qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Har bittasi mustaqil spitsiyasiga ega. Disklarimiz mustaqil harakat qiladi. Xudo xolisa sotuvda mavjud ekanlar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastdagi telefon raqamlarga ulgurib qolinglar. Sotuvda mavjud, sotuvda atiga 3 dona bor. Xudo xolisa hozir o'zi 10 ta kelganda, qolgan sotilib ketdi. 3 dona turibdi hozircha. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Chiroyli narxlarda lizingga yoki bo'lmasa naqd persini bankdan kredit asosida olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa kelishtirib chiroyli qilib beramiz.